Erkin Asiya Radiosi xabarida san'at hayoti 30 yil avval majroliq boshlangan va bir necha qatim xizmatidan to'xtatilgan ko'p qirliq san'atkor Abdukim Kelkun Xitoy tarafidan 2017-yili Uyg'ur jamiyatining har soha sarkillari qatorida eng dastlabki tutqun qilingan. Atuşdagi bir soqchi xodimning dalilishicha, Abdukim Kelkun 2018-yil aprel oyida rasmiy qo'lga olingan va o'tgan yilning oxirida 18 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Mo'ngluq naqshlar bilan texi yaqindili sahnalarda olqishga erishib kelayotgan ko'p qirliq san'atkor Abdukim Kelkun 2017-yildan boshlab sahnadan, 2018-yil aprel oyidan boshlab jamoat so'rovlaridan g'oyib bo'lgan. Abdukim Kelkun 2017-yil aprel oyida Turkiya safaridan qaytib kelishiga bilan pasporti aerodromda tortib olingan. Aradan bir oy o'tganda lagerga akitilib bir mazgil tutib turilgandan keyin qo'yib etilgan va 2018-yil aprel oyida qayta tutqun qilinib izdereksiz g'oyib bo'lgan. Onun xizmat o'rni bo'lgan atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik opera umiki Abdukim Kelkun haqida ma'lumot berishni keskin rad qilgan. Adabiyot san'atchilar birlashmasi Abdukim Kelkunning ahvolidan xabarsizligini aytgan. Vaziyatdan xabardor kishilarning bayon qilishicha, 1965-yili tug'ilgan Abdukim Kelkun 1981-yili Atush san'at umikiga ishga tushgan. San'at hayotining bu dastlabki yillarida Xitoyning bosh siyosiy tanqid qilingan bir etot ishlagan. Bu etot sahnalashtirilgandan keyin doirlar uni bir mahal xizmatdan to'xtatgan. 1990-yillarda Uyg'ur avtonom rayonlik opera umikiga o'tkazilgan Abdukim Kelkun muallim, satrashxonada va Valoq Tekkur qatorliq 100 dan ortiq etotni qalamga olgan va uning rol olgan. Yaqinqi yillarda naqsh sohasida mahorat ko'rsatib, haq bir, qarindoshlar va assalomu alaykum qatorliq naqshlar bilan olqish qozongan. To'g'ri arxivlardagi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Abdukim Kelkun tutilishining oldidagi yillarda Xitoy o'lkalaridagi bir qism shaharlarda o'yin qo'yib, shu yerdagi Uyg'ur jamoatining yurt vatan hasratlariga malham bergan va shu qatimliq san'at numurlarini jamlab, Muhabbat kuyi nomli plastinka chiqargan. To'rbetlardagi inkoslarda bayon qilinishicha, Abdukim Kelkun etotlarda Uyg'ur jamiyatining ijtimoiy masalalarini asosiy tema qilgan. Garchi Abdukim masalasining siyosiy tarafini tilga olmagan va etotlar qo'yilishdan burun Xitoy doiralari tasdiqlagan bo'lsa-mu, bu etotlar jamiyati olqishlangandan keyin Xitoy doiralari muqimsizlik andisi bilan Abdukim Kelkunning mazkur asarlari sababli necha qatimlab so'roq tortgan yoki tanqidlagan. Abdukim Kelkun yozganlarining bir san'at asari ekanligi, siyosat bilan aloqasi yo'qligini tushuntirib jazolanishdan saqlanib qolgan bo'lsa-mu, 2017-yildan keyingi Xitoyning atalmış diniy asabiylik va terrorlikqa qarshi siyosiy to'lqinda hujumning sirtida qolmagan. Erkin Asiya Radiosi muxbirining telefon ziyoratini qabul qilgan Atuşdagi bir soqchi xodimi xizmatdoshlaridan anglaganlarga asosan Abdukim Kelkunning 18 yillik kesib o'tilganligini dalillagan. Bu xodim Abdukim Kelkunning sud hukmidan Atuşdagi urug' tuqqanlarning xabardor ekanligini bildirib, uning nada tutilganligi, nalarda sudlanganligi va jazo muddatini o'tayotganligi haqida ma'lumot bermagan.